sun'iy intellektni dushman ko'rmayman. Sun'iy intellekt bizga xavf deb bilmayman. Nega? Chunki ko'pchilik sun'iy intellekt vositalarida ChatGPT bo'ladimi, Cloud bo'ladimi, Gemini bo'ladimi, hammasida yana bitta qirra topdim. Ya'nikim, siz zapros berasiz, siz undan so'raysiz qaysidir savolni va javob beradi. Va keyingi bosqichga o'zi o'tadi. Xohlaysanmi senga mana bu ishtani tablitsa ko'rinishida, analiz ko'rinishida tahlil qilishing uchun osonroq bo'ladigan platformalarda qilib beraman. Xohlaysanmi? Ya'ni meni xayolimga kelmagan narsalarni o'zi taklif qiladi. O'zi yechim bilan keladi. Lekin hozirgi aqliy intellektimizda ko'pchilik xodimlarda faqat berilgan vazifa qilinadi, shu hisobot qilinsin, shu hisobot taqdim qilinadi va men ishimni qoyil qilib qo'ydim deydigan kutuvda bo'ladi. Sun'iy intellekt emas, har doim komillikka erishadi. Ya'ni har doim yana nima qilib deb turadigan fazilati bor. Bu ham tahsinga sazovor.